Tadqiqotlarga ko'ra, 20-30% inson maktab paytida orzu qilgan kasbini tanlagan. Qolgan 65-70% insonlar esa umuman boshqa sohada. Xo'sh, siz hozir maktab paytida orzu qilgan kasbingizda ishlayapsizmi? Siz kommentariy qismiga yozib turing, biz esa ungacha qolganlar fikrini bilamiz. Maktab paytingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Va hozir o'sha kasbni tanladingizmi? Yo'q. Shifokor bo'lishni orzu qilgansiz. Orzu qilganman, lekin jur'atim yetmagan. Hozir qaysi kasbsiz? Hozir kutubxonachi. Maktab paytim tikuvchilik qilishni orzu qilganman. Hozir ham shunaqa kasbim. Hozir tikuvchisiz. Ha, maktab vaqtida men jurnalist bo'lishni orzu qilganman. Jurnalistikada o'qiganman, lekin jurnalist bo'lib ishlamayapman. Eng qiziqarlisi. Qanaqa kasbsiz? Koreys tili ustoziman. Injener bo'lmoqchi edim, injener bo'lganman. Injener bo'lgan. Men bir qurilish trestida ishlaganman. Ya o'qituvchi bo'laman degandim, to'g'ri bo'ldi. O'qituvchi bo'ldingiz. Qaysi fandan dars berasiz? Fizika hozir dars bermayman, shu darsliklar tayyorlashga, multimedia nimalarini, video shunaqalarni tayyorlashga yordam beraman, shunaqa ishlar qilamiz. Men o'sha orzu qilgan kasbingizni tanlagansiz. Ha, dadam ham shunaqa ishda ishlagan. 2 minut vaqtingiz olsa bo'ladimi? Maktab vaqtida vrach bo'lishni orzu qilganman, lekin o'qituvchi bo'lib ishlayapman. Qaysi fandan dars berasiz? Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi. Nega aynan shifokorlik tanlamadingiz? Bilmadim, otam kasb bo'lgani uchundir balki. Maktab paytida qaysi kasbda ishlashni xohlagansiz? Hozir o'sha kasbdamisiz? Allohga shukr, men o'qituvchi bo'lishni xohlaganman maktab paytimda. O'qituvchi. Ona tili va adabiyot fanidan o'qituvchiman. Assalomu alaykum. 2 minut vaqtingiz olsa bo'ladimi? Men hajat. Maktab paytida ham oldinroq tanlaganman. Otamning kasbi ustachilik, imorat. Xudoga shukr, shu kasb bilan katta bo'lib ishlab, bola chaqa uy joylar qildik. Hammasi yaxshi yashab kelyapmiz. Bolalarim bor, kelinlarim bor, nevaralarim bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maktab paytida qanaqa kasbda ishlashni xohlagansiz? Doktor bo'lmoqchi edim. Lekin doktor bo'la olmadik, kirakash bo'ldi oxiri. Nega aynan doktorlik tanladingiz? Shifokor bo'lib anaqa qilmoqchi edik-da. Shifokor bo'lib odamlarning dardiga shifo topmoqchi edik, lekin u bilan orzumiz amalga oshmadi baribir. Endi shunaqa bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Taksist bo'ldik. Sizchi? Ha bu aka, men po'rliga qiziqqanman, ishlaganman po'rlik sohasida. Tikuvchi bo'lishni xohlaganman, lekin tikuvchi bo'lmaganman. Qaysi kasbdasiz hozir? Hozir sotuvchilik. Nega tikuvchi bo'lmagansiz yoki keyin qiziqishingiz bo'lib qolgan? Ha, qiziqishmaydi. Sizchi? Shifokor bo'lishni xohlaganman, lekin kelajakda o'zgarganda fikrim. Qaysi kasbdasiz? Men stilistman, tirnoqchiman. Maktab vaqtida shu doktor bo'lmoqchi edim, bo'lmadim. Aynan nima sabab bo'ldi doktorlik tanlamadingiz? Qiziqardim oq xalat kiygan doktorlarga. Keyinchalik qiziqishingiz o'lib qoldimi yoki sharoit? Yo'q, sharoit bor edi. Bizning zamonda ota-onamiz qattiq qo'llik qilib o'qishda qiz bolani o'qisa anaqa boshqacha tushunchasi bo'lgan. Shu sababli turmushga chiqib ketganman vaqtida 17 yoshda. 18 ga kirishdim. O'zi qizlaringiz bormi, qasmi? 3 ta qizim bor. Hammasini o'qitasizmi? O'qitganman, turmushga berganman, baxtli, saodatli. O'g'lim yo'q, 3 ta farzand bor. Faxrlanaman 3 ta qizimdan. Assalomu alaykum. 2 minut vaqtingiz olsa bo'ladimi? Maktab paytida doktor bo'lishni orzu qilganman. Qaysi kasb tanladingiz keyin? Hamshiraman. Nega doktorlikka bormadingiz yoki qiziqishingiz keyin o'lib qoldi? Yo'q, qiziqishim bo'lmadi, endi oilaviy sharoit bilan. Qaysi kasb orzu qilgansiz? Vrach bo'lishni xohlaganmiz. Hozir o'qituvchimiz. Hozir o'qituvchisiz. Qaysi fandan dars berasiz? Yo'nalishga kirish instituti. Nega shifokorlikni tanlamagansiz? Kirolmaganmiz Toshmiga. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать. Toshmiga kirolmaganmiz. Maktab paytida qanaqa kasb ishlashni orzu qilgansiz va undan keyin o'sha kasbni tanladingizmi? Yo'q, kasb bo'yicha ishlamadim. O'zim soha xohlagan sohamni aniq qilishmadi, o'qitishmadi. Aslida kasb tanlash har bir insonda individual holat. Maktab paytingizdagi orzuyingizdagi kasbni 100% tanlashingiz to'g'ri yoki xato deya olmaymiz. Chunki bunga turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Shunchaki ota-onangizning ham vaqtida sizga o'xshab olam orzulari borligini va hozirgi orzuyingiz o'zingiznikimi yoki yo'qligini, asl orzuyingizni unutmasligingizni eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Ta'limga oid qiziq kontentlar uchun esa Pro Maktab kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Mashina qo'shninikidan qimmatroq bo'lsin, kasbi qiziqmas, univers nufuzliroq bo'lsin, bilimi shart emas, diplomi kuchliroq bo'lsin. Orzularing o'zingnimi? Boshqalardan ko'chirmadingmi? Kimlargadir o'xshaman deb ichingdagi olovni o'chirmadingmi?